Buvam gözünü açtı. Allah şükür, hoşuna geldiler. Sen suyma bu. Men mi söyleme kozam, men mi söyleme? Elhamdülillah, salametlikleri tez esli kilovatıdı Halife. Rahmet, balalarını sizlere tapşırıman. Sizlere. Allah ömürlerini uzun kılsın, şifalık versin. Hammiyada xalifimizning saqayğanlıq xəbəri vəzir cənabları. Şundaq. Bu mən anlığan ən yaxşı xoş xəbər. Sizning farmonlarga asosan yiqqan bajlardan hozirgacha 300 tağa oltin yig'ib oldi, vəzir cənabları. Şunca qısqa vaqt içidimi? Ha, shundaq. Vaqt demək, oltin deməkdir. Altınlarını nəyə qoydun ya sağ ol? Oltinlarni xazinaga bexatar yo'tkab bo'g'icha yağmurda saqlayotimiz, vəzir cənabları. Aldırma ya sağ ol begi. Texa vaqtimiz ko'p. Baş üstüge cənabları, farmonbardarman. Katta mukofotga loyiq ish qildi. Bejonillik bilan xolis ishlash mening odatim, vəzir cənabları. Mukofotning qanchaligini bilishga bo'ladimi? Vedide, hoy Vedide, qanisiz? Qo'llari, xizmatlari tayyor xonishim. Qo'yinglar bundaq tek kelib so'zlarni. Faqir miskinlarga yemek-ichmak, kiyim-kechak taqtib bo'ldingizmi? Siz o'rlashtirgan bu ishda qatdim. El avam Xalif atamga salomatlik, uzun umr tilab duo qilishayotganda haqachon. Albatta, xonishayim. Albatta. Vedide, mendan biror ish yo'shirayotgan o'xshamamsiz. Men? Yo'q, undaq emas. Sirtda boshqa gap so'z chiqqan o'xshamamdi? Yo'q, hammasi sizga xalifamiz duo qilishyotdi. Ya'ni-chu, ba'zi ahmoqlar quruq gap qilishyotdi, xonishayim. nima deyishyotdi? Hammasi bekor gaplar. Shundaqdimi deb baxmamsiz Vedide? Ular xalifa o'ng yenidan elib, so'l yeniga beryotdi deb adabsizlik qilishyotdi, xonishayim. Nim degan gapga u? Men tushunmadim. Xalqni rozi qilib bo'g'il bo'lmaydi ekan, xonishayim. Men anglag'anlarimni yetkazib qo'ydim. Men bu ishni bir tontonlab boqay qani. Mening sababimdan birasiga aziyat bermaylar. Xotirjam bo'ling. Ularga aziyat yetkazish uchun emas, balki ularning manfaati uchun surishtirman. Ata, yenimiz yana bir necha kun qolsa bo'lmamdi. Halifimiz saqaydi, elhamdülillah. Yani turaverishimdan zurriyat qolmadi. Men va balla uchun zurriyati bor ata. Bir ish bo'ldimi Salma? Bilmayman ata. Bugun Vadidadan bir gap anglab, to'limi bearam bo'ldim. Nima gap? El avomning manfaati uchun shuncha tirishchanlik qilayotgan tursaqmi, yana ular norozi ekan. Bularning hammasi ular uchun tursa. Hükümdar bo'lib qolay debsiz-jimi? Amaldorlardek so'zlab ketganingizni qarang. Lekin ata, shunchaki yaxshilikqa yomonlik qaytqaniga deyman-da. Adil hükümdar har qancha qismi xalqni rozi qilib olamaydi qizim. Adolat muhim. Vazifasini loyiqda o'rindamagan amaldorning mansabdan elingani yaxshi. Kütür taqtimiz taq bo'ldi buva. Endi qisning davomini etpamizlar. Qat'iy bo'lmaydi. Angladingizmi Salma? Men bolalar oldidagi vazifamni o'rindamasam, ular meni xaf qilib aram bermaydi. Tağsının qızıl qo'lab qolgan hilqi odam duo qilganda qo'ramtosh ozroq midirlab yana to'xtab qolgan. Ular g'ardan chiqib ketadimi buva? Hozirla aytib beray emasa. Ahir qo'limni chiqarib, o'chimlab sual oldim qarindoshlarim. Alloh shukri. Pulumni levta ammar. Yağmur to'xtashdan burun suv bilan to'shqizib olay. Qani og'in, suvg'u ba bo'ldi. Qo'saqni qanday qilamiz? Tamoqni gapini qilib, qo'sqimni ochirmaytinglar meni. Suv topqinimizga shukr qilgan Robih. Toshni yana ozroq midirib boqayli. Chiqib ketasak ajab emas. Avar bo'lmanglar. Qoram toshni duo bilan yaxshi amaldan boshqa hech nima midirilmaydi. Buni bilamiz. Navbat sana keldi ammar. Men ota-onam qilgan yaxshiligimni aytib berdim. Men mo tağamning qizni qanday saqlab qolganligini aytib berdim. Faqat sen qolding Ammar.
Mening Alloh taoloydek yaxshi ishimmi yo'q? Ondaq demegin. Faqat senli qolding Ammar. Növbet sana geldi Ammar. Bir ish bor. Shuni deb boqay. Ammo Allohga arzum yo'q, bilmayman. Ömrümning ko'p qismi savdo, tijorat, safar va maltush ishlar bilan o'tdi. Yaxshi turatamdila, Ammar. Kaslar aziz birodar. Men qildigan xizmat bormi? Anlab tursizlar. İkimiz bu yerdagi eng cho'ng savdogar. Karvanlarimizda mal to'shib to'xtamay beslashib turamiz. Ba'zida birimiz ziyon tortamiz, ba'zida foyda olamiz. Bu qitim meni foyda ib ketlar demoqchimi? Yaxshi anlab tursizlar. Sizlar bilan sheriklashaymikin deb keldim. Ziyonnimi tang tortsak, foydanimi tang olsak, shundoq qilsak, hech kim oldimizga o'tib ketolmaydi. Rahmat taqsir. İkimizning savdodagi yo'limiz o'xshamaydi. Yanala yolg'iz tijorat qilganim afzalmiki deyman. Mayli amisa. Bir kuni sizning bu joyliqlari boshlarga chiqadi. Hammamizning peshonasi bitilligini ko'rmaymiz taqsir. Hocam, Ammar hocam. Xo'sh kelding Badr. Qanday ahvoling? Yaqinda to'y qilmoqchi edim. Qo'lim qisqa bo'lib qoldi. Yollardi, men qilgan ish bormidi? Yaqinda cho'ng savdo karvanini ep safarga chiqmoqchi. Mal to'shqa odam lozim bo'lyapti. Şakkımızı kaçlık verdiler hocam. Bu do'stim nasıl bo'ladi? Safardan qaytgandan keyin har biringlarga 20 tillardan beraman. Qanday qaraysan? Yerimni oldin berish bo'lamdi o begim. Bo'lmaydi. Mallarni setib qaytgandan keyin biroqla beray. Qanday deysan? Shundaq kelishdi oqamsa. Nasr bilan ikkimiz birga ishlaymiz. Bo'ladi, kelishdik. Çakarları Bedir. Bu tamaklarning hammini o'zining mehmonligiga taqdim dikan. Bedir bizning chakirimiz emas. O'tgan qatimqi safarlarda yonlarda ishlagan to'g'ri. Ishlagan. Ammo u chakar emas-da. Nima farqi? Ovozingiz past qiling, u kelyapti. Xo'sh gapsiz tijoratchilarning cho'ng bo'lgan Ammar begim. Muborak bo'lsin Bedir. Qani, bahuzur elisizlar. Nasrni qayerdan topaman? Safardan kepla ko'rinmas bo'lib ketdi. Bir ishlar bormidi begim? Heliqi 20 tilla ish haqqini hozircha elib ketmadi. Shuni berib o'taymikin degan. Bo'ladi begim. Ko'rishib qolsam, yetkazib qo'yay. Ammar hocam, sizlik xabar olib keldim. Nim bo'ldi Bedir? Qani aytqin. Qaraqchilar yo'lda karvon hujum qilibdi. Mallarning hammani bulab ketibdi. Nima? Endi qanday qilaman? Bir kunla hamma boyliqimni aylanib qoldim. Allah o'rnini to'liqlab bergay Ammar begim. Nimish qutugman tashidek cho'glaverlar. Ko'nglim toz joyida emas Selma. Meni birdam oromimga qo'ying. Bir ish bo'ldimi ya? Oldimda tipilsiz bir fursat bor. Tanga tang paydo qildigan to'y savdosi. Anis nimish qisat olmaydilar? Yetkudek pul yo'q. Topgan taginimiz karvonda bo'linib ketgan tursa. Bu to'ygilar qancha tilla ekan? 20 tilla oltin. Sizlar yanlarda azroq tilla saqlayotgansizlar. U mening emas. Nasir ismli birisining ish haqqi edi. Bilman, ammo uzun bo'ldi. U yo'qolib ketdi. O'zi yo'q bo'lganga uning haqqi bo'lmay qolamti. Men sizga uning melni yibasla demdim-ku. 20 tillani qarzning o'rnida ishlatib uningga to'glarni setib olsizlar. Ahvolimiz yaxshilanib, Nasir qaytib kelganda qaytirib bersak bo'lmamdi? Ha, hocam? Kimning to'gildir bu aziz begim? Bilmamsan Bedir? Bular do'sting Ammarning to'gilari. 20 tillaga bir munch to'ga, kala va qo'y setib oldi. Ko'payib bir top padig'aynlabdi. Alloh barakat versin. Ammar yaxshi savdogarchimi? Bizmi eski odam emasdik. U nimishqa tijoratni o'zi yolg'iz qildigandi. Bu degan rizq ishi aziz hocam. Biz bir nim deyamaymiz.
Ammar bek oshko'z kishgan. Menli payda olsam deydi. Hech kimni sherik qilmaydi. Bu nima deganlari? Men uningga sherik bo'lay degandim. Ammo u sababsiz rad qilyapti. Assalomu alaykum Ammar hocam. Kimsan? Belki eslayolmasliklar mumkin. 20 yil avval sizning savdo karvonlarida ishlagan edim begim. Isim keldi. Qandaq turibsan Nasir hocam? Hocam, men Alloh shukri ozroq qiyinchilik qolgan edim. Isimni qilishcha sizlarda ozroq ilishim bayda hocam. Shundoq isimda. Menda ish haqqim qolgan. Alhamdulillah, esirdikan begim. Bir kun unutib qolganim yo'q. Bilaman, sizlar ishlar ko'p odam. Mumkin bo'lsa shuni bergan bo'lsalar hocam. Oldin turibdi yigit. Bu nima deganlari? Oldinda turgan tuga, qo'y kallar, shularni beqiyotgan qullar hammasi sening haqqing. Alloh taolo ko'paytib berdi. Meni masxir qilmaslar Ammar hocam. Subhanalloh. Mushu ballarning hammasi sening. Xohlasang hammin ekket. Sening haqqing. Mumkin emas. Mening shaqqim faqat 20 tillaydi-ku begim. Shu 20 tillaga bir top tuga qo'y setib oldim. Alloh shu mollaringga barkat berib, mushundoq ko'payib ketdi. Rasmo hocam? Albatta. Xohlangiz evag'in. Alloh mollaringga barkat bersin. Rastilla necha minglagan charularning hammani berib etdingmi? Albatta. Hammasi uning haqqi tursa. Sana hech nima qo'ymay, hammani olib ketdimi? Shundoq. Mallarni elib ketdi. Men savob bo'g'idek biror ish qilmadim. Faqat vazifamni ado qildim. Ey Alloh. Mening bu ishim sening roziligingni ko'zlab qilingan bo'lsa, bizga rahim qilib kengchilik ato qilgin. Bizni bu g'ardan qutulishga yordam qilgin. Amellerimizni qabul qilib, bizga yordam qilgan Allohga ming martaba shukr. Alloh rahim qilmagan bo'lsa, bu g'arda tuyishib ketadiq. Yaxshi amallarning insonni qiyinchilikdan qutuldirganligini endi bildim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم. Ajoyib qiskan. 3 kishi ota-onaga yaxshilik qilish bilan iffat va vafodorlik bilan qutulib qoldi. Shundoq. Alloh taologa chin ixlos bilan duo qilib qutulib qoldi. Yaxshi kishilarning duosi o'ziga va atrofidagilarga yaxshilik olib keladi. Ey Alloh, bizni rahmat darvozang oldida sana chin ko'nglidan ixlos bilan duo qiladigan kishilar qatoridan qilgin. Amin. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kılganğa sultanligen Ah kömüllenik kürür Yığazar birle kudur Yuyup tüker gözyaşlarını
Taşlı aşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını İzmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Hem utanmaz hem acayip Kur'an'da var hakiki İslam Dağlar yer başını İzmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sanlar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar Nurlar dolar Tevbikarga iman kanattır Pervaz qilib büyük uçar Ağlar yer başını İsmin tüker yaşını Kabul eyle Allah'ım